Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlar yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun shu oldingi haftadagi cho'ng shirkatlarning xulosasidan bir so'zlab beray deb bu qitim darsda oldi 2 hafta bo'ldi. Butun shirkatlarning xulosalari boshlab ketdi. Yana bir oy davomlashishi mumkin. Lekin oldingi hafta eng qizidi. Chunki eng cho'ng shirkatlar giga cho'ng ko'ktangilik shirkatlar hammasi oldingi haftadagi yig'ilib qolibdi. Shu bilan bozormi shundoq ostin ustin bo'lib ketdi. Tesla'ning nimasi xulosasi sal pal nachar chiqdi. Lekin men oldingi sonda mushu Tesla'ni yaxshi so'zlab bergan. Men degandek, buniki bir o'sishi bor ekan. Chunki bu sal tushib, ana keyin joyiga qaytib keldi. 670 necha dollarga tushib, yana 700 dollar atrofiga qaytib keldi. Men shu 700 dollar olgan hozir yana ozroq foyda qilibdi. Qolgan cho'ng shirkatlarniki, masalan, Shopify'niki shunday yaxshi chiqdi. Xulosasi chiqqan kuni 9%, 10% o'rlab ketdi. Biroqlam mishadan. Ikkinchi kuni 4-5% tushdi. Sal o'zini tangishib oldi. Shopify'niki xulosasi ish qilib o'ziniki revenuesidan 100%, 110% lik foyda qilibdi ekan. Shuning bilan yaxshi o'rildi. Andan keyin masalan cho'ng shirkatlar Facebook tunugun ulushkunmi qilib 7% tak o'rildi. Biroqlam shu 290 dollarlardan biroqlam 325 330 g'im chiqibdi. Chiqib, andan keyin tunuga ozroq tushib 1%, 1-3%, yani 4 dollar tushib 325 dollar to'xtabdi. Men hozir o'zimizning mau hisobotimda olmani setyaptim. O'zim sizlarga degandek, olmani setib, hozir men Facebook qaratman. Facebook bilan Google. Birinchi bo'lib Facebook qaratman. Facebookniki kelgusidagi planlari shunday cho'ngki, men burun bilmabdi ekanman hamda. Men burun shu odatdagi Twitterga o'xshash odatdagi mushtaq sosyal media anakin e'lonlar bilan pul topadigan shirkat o'xshaydi deb o'ylag'ibman, lekin unida mijiqga. Shuningga men birinchi bo'lib Facebookga qaratman, kelgusi shunday parlaqga. Buniki menimcha 2-3 yillargacha, ya'ni 1-2 hassa qatlaydigandek yeri bor ekan. 4-5 yilgacha menimcha 2 hassa qatlaydi oz deganda. Google yaxshi, o'zimniki nimamni tanishish uchun, qurilmamniki kuchini tanishish uchun Google ya bo'lmasa Microsoftdan ozroq oldim, balki texnik ilishi mumkin. Microsoftmi shunday kuchli ko'rsatdi yaqinda. Lekin Microsoftniki tushdi. Bunikimi nimasi xulosasi shunday yaxshi, lekin sal-pal tushdi, chiq emas. Ba'zan shirkatlar mushta bo'ldi, xulosasi yaxshi chiqsa-mu tushib ketadi. Men yaxshiroq so'zlab berma, olminiki kelganda. Amazonmi shunday yaxshi o'rildi. Amazon menimcha bu yilning ichida 4500 dollarlarga chiqishi mumkin. Biroqlam shu 3200 necha dollardan 3300 dollardan 3500 dollar 45 3550 dollarlarga chiqib, yana ozroq o'zini tashib oldi. Bunda shirkatlar yiliga 20% dan o'rlatadi hozirgacha. Jiq odamlar bular o'rlamaydi deb bel qo'yayotganlar jiq, lekin yana yaxshi o'rlatadi. Chunki Amazonning qarsanglar dividends yo'q mana. Dividends yo'q, bunda cho'ng shirkatlar yaxshi o'rlaydi. Masalan, olminiki dividends shunda az 0 dan necha, bu yilmi ozroq qo'shibdi. Masalan, Facebookniki dividensi 0. O'ziniki paychikida o'rlaydi bu dividends yo'qlarchu. Balki Google'ning ozroq bo'lishi mumkin. Google'ning yo'q ekan, shunda yaxshi. Shu olminkidan bakkan. Endi men Apple'ni muhimroq so'zlamoqchi edim bugun. Apple'ni sizlarga ko'rsatib qo'yay. Apple xulosasi eng yaxshi chiqqan shirkat bo'ldi. Lekin paychiki tushib ketdi. Shu chiqqan kuni misli balkim 140 dollarlarga chiqdi ham kelsa tushib ketdi.
Lekin jiq tushmadi. 135 dan 131 bu shu 1,5 ya 2%lik tushdi-da bu. Alımının yaxşı xəbərləri nima degan chaqda? Birisi o'ziniki paychikini seta olmoqchi bular. 90 millionlik paychikini o'zi qaytarib seta olmoqchi. Bu degan bir shirkatniki taraqqiyoti uchun, paychak seta olganlar uchun eng yaxshi bir xabar. O'ziniki paychikini seta olganlarniki paychiki dahshat o'rlaydi. Amaliyotda ashkunlam shunchalik o'lish kerak. Bu 10% tek o'lish kerak. Bunda cho'ng shirkatlar 10% o'lsa, vah desangiz bo'ldi. Odatda eng cho'ng o'lsa 2-3% o'rlaydi. Zaten Facebook mu 7-8% o'ldi. Odatda yangi taraqqiy qilayotgan Shopga o'xshashlar 10%, 12% bunda o'rlab keyin yana yuksalishlar bor. Anki buni olminiki ham bir yaxshi xabarlar nima degan chog'da, masalan, yangidan mana AirTag degan yangi mahsulotdan chiqadi. Bular odatda oldirab bir mahsulot chiqarmaydi. Jiqliqi mahsulotniki nimasi jiq emas, necha xillam shularga markazlashgan. Masalan, telefon, anakin iPad, anki iMac kompyuter degandeklar. Anki yangidan kichik chiqayotgan mahsulotlari AirPod, qo'lga taqadigan iWatch, soat, andan keyin yangidan chiqqan AirTag, bu yaxshi mahsulotlar edi. Shu juda ketgan narsalarni tepib olgan. Andan keyin yana bir yaxshi xabar nima degan chog'da, men o'zim xulosa qildim. Buni jiqiyalar xabarlarga ko'mdim. Agar mushu olminiki yangi shu sistemasini yangilasangiz, masalan iOSni 1.4.5 mi hozir eng yangisi. Ashuni yangilasangiz, yangidan qandaq mashg'ulotlar ko'paydi degan chog'da, shu boshqa shirkatlarniki, boshqa applarniki, masalan Facebook, Amazon mishta applaringiz bo'lsa, bular sizniki telefon qilgan har qanday harakatingizni, har qanday mashg'ulotlaringizni hammasini qo'g'laydi. Qo'g'lab izni tepib, nimlar qiziqsiz, nimlarni ko'ryapsiz, nimlarni anglayapsiz, shu uchurlaringizni hammasini egallab, andan keyin sizga shu Facebook'larga chiqqan chog'da sizniki qiziqishingiz qarab sizga e'lonlarni choplaydi, e'lonlarni beradi. Shundan qarab, andan keyin siz shularning mahsulotlarini sotib olasiz degandek. Lekin bu olminiki yangi sistemasida bu nimasini mashg'ulotini etyutal etgansiz. Men bunday mashg'ulotni olmayman deb, yo'qsa hamma qila oladigansiz, qilsa bo'ldi, meniki izlarimni qo'g'lasi bo'ldi deb qila oladigansiz, lekin ham etyutal etgansiz. Demak, bu olminiki shirkatniki taraqqiyoti uchun shunchalik yaxshi xabar. Shunchalik cho'ng yaxshi shirkat bu. Ham jiq shu cho'ng shirkatlarni o'ziga kontrol qilib oldida. Shuning uchun buniki paychiga o'rilish kerak. Buniki bu kontrolligi boshqa shirkatlar uchun bir cho'ng ziyon. Facebook, Amazon, Google'lar uchun bir cho'ng ziyon bo'ldi. Bu cho'ng shirkatlarni hammasini kontrol qilib oldi desak bo'ldi. Lekin kishilar buniga amroq. Xalqlar meniki maxfiyatligimni, o'zim maxfiyatligimni saqlashim kerak, xalqlar uchurlarimni olmasga deb shunga amroq. Shunga olminiki bazasi texmo bazaliq tepilib ketdi. Buning uchun yaxshi olmish uchun. Shunga ba'zanda qanday ahvollar yuz berdi degan chog'da bu xulosa yaxshi chiqib, ham yaxshi xabarlar chiqib, yana tushib ketsa, masalan, men olminiki paychikini sizlarga setib etmadigan, olminiki shu xulosa chiqishdan burun, bir kun burun setib etdim. Qolgan men setib etgan paychaklarning hammasini xulosa chiqib bo'lgandan keyin anki sotdim. Sal o'rlab olgandan keyin. Lekin olminikini men bir kun burun setib etdim. Ma'ni keyin ko'rsatib berman. Nima uchun degan chog'da olminiki xulosa oldin qildim, shunday yaxshi chiqqan, lekin paychik tushib ketgan-ku. Shu ozroq ko'nglim g'ash bo'lib setib etdim, lekin to'g'ri qilibman dedim. Lekin ba'zan paychaklar o'sha bisil qoldi. Masalan, burun nima bo'lgan? Amazonniki 7-8 yil bisil qolgan. Andan keyin o'rlashga boshlaganda buroqlam o'rlab ketgan. Tesla'niki shu. Ba'zan shunday yaxshi xabarlar bo'ldi. Andan keyin tuyuqsiz bisil qolib bir yerga kelgan chog'da buroqlam o'rlab ketdi. Andan keyin yana qanday ahvollar bor? Masalan, mana Domino's Pizza'nikini deb beray. Domino's Pizza bultur
bir xulosasi shunday yaxshi chiqdi. Amaliyotda shu revenue topavdi burunqi xulosalardan birasi jiqlab ketgan gap. Lekin mau EPSC jiq o'rlamagan. EPS degan earning per share har bir paychakka topgan topavdi unda jiq o'rlamagan. Bu revenue o'rlab EPS nim deb o'rlamdi degan chog'da u chog'da ularniki chiqimimi jiqlab ketganda. Nima uchun degan chog'da bularniki mau virus vaqtida topavdi shunday yaxshi ularniki pesasini zakaz qilib topavdi shunday jiqlagan, lekin bular aldirash bo'lib ketganligi uchun ishlamchilarmi jiqlab ketganda, ishlamchilarmi jiqlab chiqimmi jiqlab ketgan. Shunaqa men ba'zan sizlarga deganim shu shirkatningki ichidagi planlari ananikin shu team guruhidagi odamlari, boshliqlari ashlarni yaxshi qarash kerak. Bular boshliqlari hamziqalish ishlaydigan yaxshi bo'lsa, mushlar mashg'ulot qilgan yerlardami yaxshi bir taraf qila oladi. Management deymiz. Shunaqa Domino'sniki nemisi shunday yaxshi chiqqan xulosasi, lekin paychiga tushib ketgan. Ananikin yana bir misol nima degan chog'da iRobot deb bir shirkat bor. Agar ba'zanlar bilishingiz mumkin. Bu shirkat shu uyda jumlaq ya'ni supuradigan mashina odam deb qo'yamiz. Ya'ni supuradigan mustaq vakuumliq mashina odamni sotadigan shirkat. Bular bu shirkatning kelgusiga hamma odam shunday ishonchi sifatli. Hammasi shuni paychaklarni jiqagan, xulosasi shunda yaxshi chiqdi deb shunda yaxshi chiqqan, lekin paychak tushib ketdi. Nima uchun? Xulosa chiqib poplan bular xabar berib doklad qildi. Dokladida bizningki kilaqtimki xulosamiz unda yaxshi chiqmasligi mumkin. Bizning kilaqtimki faslda soatimiz unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin deb shunda xabar berdi. Lekin biroqlam paychak tushib ketdi. Shunaqa bozorda bir narsa deyilmaydi. Cho'qim bu xulosa yaxshi chiqibdi, cho'qim yaxshi o'rlaydi, planlari yaxshi o'rlaydi deb deyilmaydi. Chunki men ma'lumotniki ham bir yaxshi xabari nima degan chog'da maslahat deb kelgan. Buniki daftarda hozir 60-70 billionlik naqd pul bor. Bu degan shunchalik jiq pulda, bu pulda shunday yaxshi cho'ng shirkatdan setib olib bo'ldi. Mesela Palantir, Skywalk Solution degandek mushta cho'ng yaxshi shirkatlarni setib olib bo'ldi. Setib olaydi. Shunga bu pullarni nega ishlatadi, qanday planlari bor, bir shirkatni setib olamdi yoki o'ziniki mahsulotlarini texmo yaxshi ilgirtamdi mush pul bilan. Yoki bo'lmasa elektronlik mashinasiga ziqroq taraqqiyot uchun buni pul xarjlamdi. Shu yerlari yaxshida daftarga qaragan chog'da, daftarga qarasa odam yaxshi xabar keldi, paychikaga mablag' sag'iz keldi. Xulosalar chiqqan vaqtida bak diqqat qiling. Agar paychaklar o'sib qolsa, o'sgan yerda avomang o'sib deb tushgan bo'lsa, tushgan yerdan avlang u degancha fursat. Siz odatda turmushingizda bunday fursatlarni uchratmaysiz. Nurg'un qimmat narsalarni azon qilib setib olmaysiz. Paychak bozorida bunday fursatlar bak chiqib, bunday fursatlarni yaxshi chang tuting. Hamsa men bugun o'shanchalik so'zlay kelaqdim. Son ko'rishaylik. Allohga omonat. Boshmal taqdim besini unutmang. Abone bo'ling, boshqalarga tavsiya qiling. Allohga omonat.